Akşamege assalomu alaykum. Bugün 18 Mart 2025 yıl. Sağlık bolatan bolsa videonun ahırında aytamiz. Endi aytmadi da kimligini. Rod kutyapsiz. Bir yigitimiz Assalomu alaykum. Xonadonlarni kutib o'tirdim. Savolim bor edi. Domlada savolingiz bormidi? Deb bir pul tashagan. Xo'sh. Menman domla qizim. Ramazon qachon keladi? Aqsaqal bilan birgalikda kimga bersak bo'ladi, xarajat etib boraylik. Ona qizim. Har Ramazon kelganiga 3 kun bo'ldi-yu. Ehsonda Bexabar qoldingizmi? Unda nega haligacha biznikiga hech kim kelmadi? Kim kelish kerak? Eng shu Oyim aytgandilar. tanlagan Ramazon odamimiz kelsa ehson to'g'ri tanlabdi, qiluvchilar, to'g'rimi? saxiy To'g'ri odamlar manzilga yetib bizdan boradi. xabar olib, oziq ovqatlab, go'shtlar olib kelib beradi. O'shanda maza qilib to'yib ovqatlanamiz degandilar. Lekin haligacha biznikiga hech kim kelmadi. Davlat tarafından şifre ettikleri seni ehsandı, daxilasi manziline yetkizdik bizler. Aqsaqal bilan birgalikda. Ma, o'zingiz ko'ravering. Eshiklarni qo'yib beribdi. Bu eshiklar menimcha shu Hofiz tarafidan da shu qo'yilib edi. Murat Maqsad Biz tarafidan. bexabar qolamiz. Fotoğraflar şu ekan. Ehsanni manziline yetkizdik bizler. Hammaga rahmat. Atından aytib oturman gerek emas dedi. Men yalğandan iltimas etib so'rab, ikkinchi mahalladan. Bu yigit Atabayev, atına mı aytmadı? Familiyasını zordan so'rab oldim. Atabayev ikkinchi mahalladan. Benim işlerin ahmet, sağ ol, salamat bol. İnşallah senin ihsanında toşnu adresine, menziline yetkizdik degan niyettemiz. Hammaga rahmat. Rozalar kutlu olsun, Piyatrganlar, Oruz bayramlar kutlu olsun. Kimde kim yaxshi niyet etib turmasa, niyetlerini yetib kimlerdir ihsan etib turgan bolsa shunday yaxshi kunlarda Alloh taolo birlerine yana aytganda millionlar etib qaytarib beraversin. Hammaga rahmat.